O'tgan safargi videoda xalqaro Amerika kompaniyasiga Frontend, React.js, Middle pozitsiyasiga topshirgan suhbati tahlilini boshlab olgandik va u video davomida aynan JavaScript dasturlash tili bo'yicha 7 ta savolni birgalikda ko'rib chiqqandik. Bugungi videoda bo'lsa, buni davom ettirib, qolgan 4 ta savolni ham birgalikda tahlil qilib chiqamiz. Bu savollarga e'tiborli bo'lasizlar, chunki bu savollar eng ko'p uchraydigan savollar sirasiga kiradi. Unda 8-savoldan boshlaymiz. Bu savolga demak kandidatimiz to'liq javob bera olgan ekan va bu this keyword haqida bo'lgan. Demak, this kalit so'zini tushuntirib berish so'ralgan. O'zi this kalit so'zi nima? In JavaScript, the this keyword refers to the object that's currently executing the function, but its value depends on how the function is called, not where it's written. Demak, JavaScriptda this kalit so'zi hozirgi funksiyani ishga tushirayotgan obyekt hisoblanadi, lekin uning qiymati funksiya qanday chaqirilganiga bog'liq bo'ladi, qayerda yozilganiga emas. Demak, this funksiyamiz ma'lum bir funksiyani ishga tushirayotgan obyekt hisoblanar ekan va uning qiymati funksiya qanday chaqirilganiga bog'liq bo'ladi, u qayerda yozilganiga emas, shu joyga e'tibor qilasizlar. Va bu oxirgi jumladan kelib chiqib, demak, funksiyamiz qanday chaqirilganiga qarab, this qiymati, demak, har xil qiymatlarni o'ziga olishi mumkin ekan, ya'ni har xil turda kelishi mumkin ekan. Endi buni bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu global context. Ya'ni oddiy, misol uchun JavaScript faylda yozilgan this qiymati nimaga ega bo'ladi? Brauzerlarda this windowga teng bo'lar ekan. Demak, agar biz JavaScript faylda console.log this deb yozadigan bo'lsa, bizga window obyekti qaytarar ekan. Demak, buni bu yerga o'tib, yozib, ishga tushiradigan bo'lsa, mana e'tibor beringlar. Console.log this. Bu demak hech qanaqa funksiyani ichida emas, bu demak JavaScript fayli ichida, top of the file ham deyiladi, ya'ni faylda yozilgan hech qanaqa funksiya obyektning ichida emas. Bu holatda demak bu windowga teng bo'lar ekan. Mana ko'rishinglar mumkin. Endi buni bu yerda yozib boramiz. Demak, this keyword birinchi holat qaysi holat ekan? Bu global contextda nima bo'lar ekan? Uni qiymati pastga tushiramiz. Uni qiymati window obyekti bo'lar ekan. Window object deb qo'ysak bo'ladi, mana. Tushunarli. Endi qaytib o'tamiz. Demak, global context tushunarli bo'ldi. Keyingisi inside an object method. Endi obyekt metodining ichida u qanday qiymatga ega bo'ladi? This refers to the object calling the method. Demak, this shu metodni chaqirayotgan obyektga teng bo'lar ekan. Misolda ko'ramiz. Mana e'tibor beringlar, bizda const user obyekti bor, ichida name alicega teng va greet funksiyasi bor. E'tibor beringlar, bu arrow function emas, oddiy funksiya metod, ya'ni function declaration orqali e'lon qilingan va ya'ni console.log this name. Endi bu this nimaga teng bo'ladi desanglar, bu this aynan shu obyektga teng bo'lar ekan. Endi buni ko'chirib olamiz. Bu yerga o'tib birinchi ishga tushiramiz. Bu yerda ham ishga tushirib olsak bo'ladi. Ishga tushiradigan bo'lsa, e'tibor beringlar, Alice chiqdi. Nega? Chunki this bu userga teng va user.name nimaga teng? Alice ga teng. Hozir this ni o'zini chiqaradigan bo'lsa, mana e'tibor beringlar, bizda mana user obyekti ekranga chiqdi. Demak, this kalit so'zi obyektning ichida e'lon qilingan metodda ishlatiladigan bo'lsa, bu xuddi shu chaqirayotgan obyektga teng bo'lar ekan. Endi bu yerga o'tamiz, xuddi shuni qo'shib qo'yamiz. Demak, inside object method nima bo'lar ekan? Nimaga teng bo'lar ekan? Endi bu yerda the calling object itself, ya'ni chaqirayotgan obyektni o'ziga teng bo'lar ekan. Bu joyni ham demak ko'rib o'tdik. Yana qaytib o'tamiz. Keyingisi standalone function, ya'ni oddiy funksiya bo'lsa, bu hech qanaqa obyektning ichida emas. Ya'ni biz biladigan function declaration orqali e'lon qilingan funksiya bo'lsa, this qanday qiymatga ega bo'ladi? Demak, ikki xil qiymatga ega bo'lar ekan, strict yoki non-strict modligiga qarab. Agar bizda strict mod bo'lmasa, windowga teng bo'ladi. Agar strict mod yo'q bo'lsa, u undefined bo'lar ekan. Amalga ko'rishimiz uchun mana funksiyani ko'chirib olamiz. Bu yerga o'tib, ishga tushiradigan bo'lsa, e'tibor beringlar, mana function test, oddiy standalone function, this nimaga teng? Windowga teng ekan, mana. Endi biz bu yerda strict ni yoqadigan bo'lsak, use strict deb ozgina kutamiz. Mana undefined ga teng bo'lib qoldi. Demak, strict mod yoqiq yoki ochiqligiga qarab bu yo window yo undefined bo'lar ekan. Buni ham endi yozib olamiz. Bu yerga o'tib, demak, bu qaysi holatda? Standalone function holatida. Standalone function holatida demak ikki xil bo'lar ekan. Birinchisi bu window, biz ko'rganimiz window object deymiz va bu qaysi holatda? Non-strict holatida. Non-strict holatida. E'tibor beringlar. Agar bu strict bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga o'tamiz va agar strict yoqiq bo'ladigan bo'lsa, strict mod bu nimaga teng bo'lar ekan? Bu undefined ga teng bo'lar ekan. O'zimiz uchun demak buni belgilab qo'ydik. Keyingisi nima? Pastga tushamiz. Endi arrow functions. Ya'ni bundan oldin biz function declaration orqali e'lon qilinganlarni ko'rgandik. Endi bizda arrow function bo'lsa nima bo'ladi? Arrow functions do not bind this.
they capture it from the surrounding lexical scope. Demak, arrow function thisni bind qilmaydi, ya'ni o'zini this'i bo'lmaydi. U o'zidan tashqaridagi, ya'ni uni o'rab turgan lexical scope, ya'ni tashqaridagi scopedan thisni qabul qilib oladi. Buni amalda ko'rishimiz uchun quyidagi misolni ko'chirib olamiz, bu yerga o'tamiz. Va e'tibor beringlar, mana bizda value 42, o'z object bor, ichida value 42. And arrow bu qanaqa funksiya? Mana arrow function. Demak, quyidagicha e'lon qilinadi. And a console log this value ekranga nima chiqdi? Undefined chiqdi. Nega? Boya aytganimdek, bu arrow functionni o'zini desa bo'lmaydi. Bu uni tashqarisidagi o'rab turgan, demak, lexical scopedan thisni qabul qilib oladi. And object uchun this nimaga teng? Bu windowga teng. Chunki bu faylning ichida turibdi, JavaScript fayl ichida. Endi this hozir nimaga teng? Window.value nima bo'ladi? Undefined. Chunki windowni value degan xossasi yo'q. Agar mana thisni o'chirib tashlaydigan bo'lsam, e'tibor qilinglar, mana ekranga window chiqdi. Demak, arrow function boshqacha ishlarkan, uni o'zini desa bo'lmaydi, u desini o'zini o'rab turgan scopedan qabul qilib olar ekan. Shu joyiga e'tiborli bo'lasizlar. Ko'p beriladigan savollardan bittasi. Endi buni bu yerga o'tib yozib qo'yamiz. Demak, arrow function holatida qanaqa bo'lar ekan? Bu yerga o'tib, demak, nima desak bo'ladi? Receives it from surrounding lexical scope. Ya'ni o'rab turgan tashqaridagi scopedan qabul qilib olar ekan. Mana ketdi. Endi yana bu yerga qaytib o'tamiz. Keyingi holat bu constructor functions class. Ya'ni constructor function yoki classning ichida nima bo'ladi? This refers to the newly created instance. Ya'ni this hozirgina yaratilgan instance ga teng bo'lar ekan. Mana bu holatda yana ko'rishimiz mumkin. E'tibor beringlar. Bizda nima bor? Mana this bor. This nima? This xuddi biz bu yerda new qilib yaratayotgan instance'imizga teng bo'lar ekan. Va hozir bu instance.name ga teng bo'ladi. Bu yerda xuddi shu instance.name deydigan bo'lsa, boy berib yuborgan bob qiymati mana ekranga chiqar ekan. Mana ko'rishinglar mumkin. Demak, buni ham alohida yozib o'tamiz bu yerda. Demak, bu qaysi holat? Bu demak constructor function yoki classes deb qo'yamiz va bu holatda demak this nimaga teng bo'lar ekan? This newly created instance ga teng bo'lar ekan. Mana bu joy tushunarli bo'ldi. Endi oxirgisi bu explicit binding, ya'ni biz this ni o'zimiz berib yuboramiz. Demak, with call apply bind you can set this. Demak, call apply bind metodlari orqali biz this ni set qila olamiz, ya'ni this ni berib yubora olar ekanmiz. Misol uchun mana bizda ikkita obyekt bor, birinchisi object, bir object 2, name Alice, name Bob. Va undan tashqari funksiya bor, oddiy funksiya arrow function emas, e'tibor qilinglar. Endi buni ichida mana this name qilib ekranga chiqarayotganimizdan ko'rishinglar mumkin. Undan tashqari a bilan b bor. Endi birinchi holatda call holatida birinchi berib yuborgan argumentimiz this hisoblanadi. Endi buni ichida mana e'tibor beringlar, show this ni chaqirayotganimizni, buni ichida this name deyilgan payti berib yuborgan obyektimizning name'ini oladi, ya'ni Alice. Keyingi holatda Bob. Xuddi shunaqa apply ham bir xil ishlaydi call bilan, faqatgina farqi bu yerda thislar bir xil berib yuborilgani bilan undan keyingi argumentlar, mana bizning holatda a bilan b bittasida vergul bilan alohida ajratilib berilsa, keyingi holatda array qilib berilar ekan. Bind ham demak call ga juda o'xshash bo'ladi, bitta farqi endi bu holatda bu funksiyani avtomatik chaqirib yubormaydi, balki bizga funksiya qaytaradi, uni keyinroq pastdan chaqirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Buni ko'chirib olib albatta bu yerga o'tib ishga tushiradigan bo'lsak, e'tibor beringlar, ozgina kutamiz. Mana using call, demak Alice Bob, Alice Bob, Alice, demak call apply bind holatida biz berib yuborgan this, ya'ni bu holatda mana birinchi holatda object, keyingi holatda this object 2, xuddi shunaqa apply uchun ham mana thislarni berib yuborganimizdan ko'rishinglar mumkin. Demak, bu holatda biz this ni alohida explicit, ya'ni aniq qilib tashqaridan berib yuborishimiz mumkin ekan. Demak, bu bizning oxirgi holat. Buni demak bu yerga chiqarib, bu qaysi holatda? Call, apply and bind holatida. Nima ekan? Past explicitly. Ya'ni biz uni ko'rsatib alohida berib yuborishimiz mumkin ekan argument sifatida. Bu narsani tushunib olishinglarni tavsiya qilaman. Juda ko'p so'raladigan savollardan bittasi, ya'ni testni har xil holatda qanday qiymatga ega bo'lishini ko'pincha intervyularda so'rashar ekan. Men o'ylayman bu tushunarli bo'ldi. Endi bu bo'yicha summary bor, ya'ni xulosa. Demak, global holatda, ya'ni JavaScript faylning ichida hech qanaqa funksiya ichida emas, nima bo'lar ekan? Bu windowga teng bo'lar ekan, browser holatida. Method ichida bo'lsa objektga, ya'ni shu metodni chaqirayotgan obyektga, function bo'ladigan bo'lsa, standalone function bo'lsa windowga undefined, strict mode yoqiq yoki o'chiqligiga qarab, arrow function bo'ladigan bo'lsa inherits from lexical scope, ya'ni uni o'rab turgan lexical scopedan qabul qilar ekan, constructor class bo'ladigan bo'lsa new instance, ya'ni hozirgina yaratilgan instancega, obyektga, call apply bind bo'lsa explicitly set, ya'ni biz tashqaridan berib yuborishimiz mumkin ekan.
Endi buni yanada yaxshiroq tushunib olganinglarni tekshirish uchun ko'pincha code snippet challenge beradi, ya'ni sizlarga kod beradi. Shu kodni, demak, outputini, ya'ni nima natija chiqarishini sizlar aytib berishingiz kerak bo'ladi. E'tibor beringlar, bizda user bor, mana obyekt va say oddiy, demak, function declaration, bu arrow function emas. Buning ichida this.name bor. Odatda nima chiqardi? Bu yerda a da chiqardi. Faqatgina endi farqi nima? Birinchi holatda biz f qilib o'zgaruvchiga user.say ni mana ajratib olamiz, lekin chaqirilmagan. Ikkinchi holatda endi user.say qilib darhol chaqirib yuborganmiz. Keyingi holatda bo'lsa endi f ni boya ajratib olgan funksiyani alohida chaqirganmiz. Birinchi holatda ko'rgandik, nima bo'lardi? Ekranga nima chiqardi? This.name a da chiqadi. Ikkinchi holatda nima chiqadi? E'tibor beringlar. Boya biz this keywordini ko'rganimizda aytgandik, this keyword function qanday e'lon qilinganligi emas, balki qanday chaqirilganligidan kelib chiqib qiymatga ega bo'ladi. Bu holatda endi bizda bir xil e'lon qilingandan qat'iy nazar, endi bu qanaqa chaqirilyapti? Bu alohida standalone function bo'lib chaqirilyapti. Endi this nimaga teng bo'ladi? Window ga teng bo'ladi. Window.name bo'lsa nima bo'ladi? Undefined bo'ladi. Va shuning uchun ham mana a da birinchi chiqadi, chunki bu obyekt this ga teng bo'lgani uchun. Keyingi holatda undefined nega? Chunki bu window ga teng bo'lgani uchun. Mana bu yerda as a method this user ga teng. Birinchisi, ikkinchisi detached call alohida chaqirganimizda this window ga teng va window nuqta bizda name nimaga teng? Undefined ga. Buni ko'chirib olib, albatta ishga tushiradigan bo'lsak, xuddi shunaqa natijani qabul qila olamiz. Ishga tushiradigan bo'lsak, birinchisi a da, ikkinchisida mana undefined ekranga chiqdi. Keyingisida shunga o'xshash yana bitta misol, yana object ichida x 10 ga teng, a va b bor. Endi a arrow function, b oddiy funksiya ekan. Endi arrow functionda bilardik, bu nimaga teng bo'ladi? Bu tashqaridagi scopedan oladi. Bu tashqaridagi scope window nuqta. Demak, x bu undefined, chunki windowni x xossasi yo'q. Ikkinchi holatda bo'lsa, bu oddiy funksiya bo'lgani uchun bu nimaga teng bo'ladi? This x ga 10 ga. Demak, birinchisi undefined, ikkinchisi mana 10 bo'lar ekan. Buni ko'chirib olib, albatta ishga tushirib, natijani ko'radigan bo'lsak, bu undefined va 10 yozuvi ekranga chiqargan. Mana ko'rishimiz mumkin. Demak, bu narsaga e'tibor qilinglar. Juda ko'p, demak, kandidatlar aynan shu joyda xato qilib yiqilishi mumkin bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. Demak, birinchi savol tushunarli bor, this keyword. Keyingi savol bu closures. Ya'ni closures nima? Bu savolga kandidatimiz demak o'rtacha javob beribdi. Hop, closure o'zi nima ekanligini bilib oladigan bo'lsak. A closure is a function that keeps access to the variables from its outer scope even after the function has finished running. Demak, closure bu funksiyaki tashqaridagi, ya'ni o'zidan tashqaridagi scope'dagi o'zgaruvchilarga hali ham accessi bo'ladi, ya'ni ularni ishlata oladi. Hatto tashqaridagi funksiya allaqachon o'z ishini tugatgan bo'lsa ham. Demak, bizda ikkita funksiya berilgan bo'ladi. Demak, bu birinchi funksiyamiz, e'tibor beringlar. Va ichkarida yana bitta funksiya bor, mana ichki funksiya. Demak, bittasi outer, tashqi, bittasi inner, ichki. Endi e'tibor beringlar, inner function tashqaridagi funksiyani o'zgaruvchisini mana ishlatayotganini ko'rishinglar mumkin. Endi make counter chaqirganimizda bu count 0 ga tenglab, bizga funksiya qaytarib yuboradi va o'z ishini tugatadi. Bo'ldi. Make counter o'z ishini tugatdi. Ya'ni the outer function has finished running. O'z ishini tugatib bo'ldi. Lekin shunda ham ichki funksiya inner function countni bemalol ishlata oladi va bu holatda bu nima ekan? Closure hisoblanar ekan. Endi buni ko'chirib olib, bu yerga o'tib, yana bitta tushuntiradigan bo'lsam, e'tibor beringlar, buni chapga o'tkazib olamiz. Demak, bizning holatda bu inner function, sal kattaroq qilamiz, bu ichki funksiya va bu aynan closure vazifasini bajaradi. Inner function deb qo'yamiz. Keyingisi bu outer function, mana bu tashqi. Endi buni bu yerga o'tkazib, nima deymiz buni? Outer function. Demak, buni chaqirganimizda outer function o'z ishini tugatgani bilan inner function hali ham countni ishlata oladi va shu holatda bu closure vazifasini bajarar ekan. Va bu yerda mana ikkita misol keltirilgan. Demak, birinchisi make counter chaqirildi. Endi bizda count 0 ga teng. Endi counter 1 chaqirganimizda counter 1 make counter qaytargan funksiyaga teng bo'ladi. Ya'ni bu funksiyaga buni chaqirganimizda countni 1 ga oshiramiz, ya'ni 1 bo'ladi va 1 ni qaytarib yuboramiz, konsolga qilamiz, 1 chiqadi. Keyingi holatda yana counter chaqirsa, endi bu 2 bo'ladi. Nega? Chunki bu ikkalasi boyaga shared, ya'ni bir-biri bilan bo'lishgan ham countga teng bo'lar ekan. Ikkinchi holatda yana bitta counter yasab oldik. Mana e'tibor beringlar, bu alohida chaqirilgan. Bu yana funksiya qaytaradi. Endi bu funksiyani chaqirsa, bu yana birdan boshlanadi. Ya'ni bu bilan birinchi chaqirgan make counterimiz bilan ikkinchisini hech qanaqa bog'liqligi holati yo'q. Shu narsaga e'tiborli bo'lasizlar. Buni ko'chirib olib, bu yerga o'tib, endi ishga tushiradigan bo'lsak, run qilsak, mana ko'rasizlar 1 2 mana quyidagisi chiqdi birinchi counter uchun. Keyingisi yana counter 0 dan boshlanadi. Nega? Chunki biz boshidan mana funksiya qaytarib yuborganimiz uchun. Bu yerda yana aytilgan, mana count lives in the outer function. Ya'ni bizda count outer functionda yashaydi. Bu yerda e'lon qilingan. The inner function still has access to the count even after make counter has finished executing. Demak, inner function hali ham bemalol tashqaridagi countni ishlata oladi. Tashqaridagi funksiya allaqachon ishini tugatgan bo'lsa ham va shuning uchun ham bu closure deyilar ekan. Bu narsa tushunarli bo'ldi. Bu bo'yicha ham code snippet challenge berilishi mumkin. Bundan oldingi bilan deyarli bir xil. Ya'ni make counter qilib a ni mana yasab olgan
va bu demak o'zida C ni saqlaydi va C ni oshirib borar ekan. Ichkaridagi funksiya inner function. Endi A ni chaqirganimizda bu nima bo'ladi? Oshirib keyin qaytargani uchun birinchi 1, keyin 2 bo'ladi. Endi e'tibor beringlar, bu alohida funksiya. Ya'ni bu bundan oldingi A bilan hech qanaqa bog'lanmagan, shuning uchun bu nechidan boshlaydi? Bu 0 dan boshlab 1 ni qaytarar ekan. Boshqa chiqib aytadigan bo'lsak, pastdagi kodimiz nimaga teng bo'lar ekan? Ya'ni oxirgi kodimiz counter va bu yerda B ni chaqirib qo'ygan bilan bir xil bo'lar ekan. Faqatgina bu holatda bu bitta liniyada yozib qo'yilgan. Farqi shu. Buni ko'chirib olib, albatta bu yerga o'tib, buni ishga tushiradigan bo'lsak, xuddi bundan oldingi o'xshab 1 2 1 yozuv ekranga chiqar ekan. Va natija ham shunaqa 1 to 1. Nega? A keeps its own C, ya'ni bu A o'zini C sini, ya'ni tashqaridagi outer functionni C sini saqlab boradi. Shuning uchun 1, keyin 2 bo'ladi. Keyingisi bo'lsa, bu holatda yangi counter boshlanadi. A new counter starts at 0, 0 dan boshlanadi va ++0 bu nima bo'lar ekan? Bu 1 bo'lar ekan. Keyingisi find output. Eng ko'p so'raladigan savollardan bittasi bu ham. E'tibor beringlar, bizda for bor. Bu yana event loopga ham tegishli, demak, savollardan bittasi. Var I teng 0, I 0 ga teng. E'tibor beringlar, var orqali e'lon qilingan. I kichkina I++. Bizda set timeout orqali console log qilingan 0 sekunddan keyin mana darhol 0 millisekund desa ham bo'ladi. Endi bu holatda for o'zini ishini tugatadi. Ya'ni birinchi 0, keyin 1, keyin 2, keyin 3 bo'lganda bo'lib tugatadi. 3 uchun hech qanaqa kodni ishga tushirmaydi va undan keyin set timeout demak console loglarni chiqarar ekan. Ko'plar buni 0 1 2 deb o'ylaydi, lekin xato. Bu holatda 3 3 3 bo'ladi. Nega? Chunki bu 3 bo'lgandangina set timeout o'z ishini boshlaydi va 3 ta set timeout chiqarganda console log hammasi 3 ga teng bo'lar ekan. Nega? Chunki var bu function scope, block scope emas. Shuning uchun bu ayimizni hamma console loglar uchun bir xil bo'lar ekan. Shuning uchun mana 3 3 3 yozuvi ekranga chiqadi. 1 I shared callbacks run after loop ends. Ya'ni bitta I hamma console loglar orasida demak shared hisoblanadi. Va bu callbacklarimiz qachon ishga tushadi? Bu 3 ga teng bo'lganda, 3 bo'lganda bu demak for o'z ishini tugatar ekan. Buni ko'chirib olib, albatta bu yerga o'tib ishga tushiradigan bo'lsak, xuddi shu natijani ko'ramiz. Mana 3 3 3. 0 1 2 bu noto'g'ri javob bo'lardi. Keyingisi xuddi shunaqa savol, faqatgina bitta farqi endi bizda var o'rniga let. Letning farqi shunaqaki, let bu block scope va block scope har bitta iteratsiya uchun binding alohida ayni berib yuboradi. Ya'ni birinchi holatda bu 0, keyin 1, keyin 2. Shuning uchun ham natija 0 1 2 bo'lar ekan. Mana let creates a new binding per iteration. Endi buni ishga tushiradigan bo'lsa, e'tibor bering, mana let bilan 0 1 2 biz kutgan natija ekranga chiqdi. Demak, men o'ylayman closure ham tushunarli bo'ldi. Code snippet challenge ham yaxshilab tushunib olinglar, chunki ko'p beriladigan savollardan bittasi hisoblanadi. Keyingisi 10-savol. Bu async await. Demak, async await promise ga bog'liq savollardan bittasi hisoblanadi. Buni endi ko'rib chiqamiz. Xo'p, async await o'zi nima? Async await is syntactic sugar over promises. Demak, async await bu promiselar ustiga qurilgan syntactic sugar deb ataladi. Syntactic sugar degani deyarli bir xil vazifani bajaradi, faqatgina ozgina shirinroq qilish maqsadida, shirinroq deganda osonroq, u bilan ishlash oson hisoblanadi promise ga nisbatan. Demak, bu promise bilan bir xil vazifani bajarsada, uni ishlatish, uni yozish ancha qulayroq hisoblanar ekan. An async function always returns a promise. Demak, async funksiya har doim promise qaytarar ekan. Shu joyga e'tibor qilasizlar. Await pause execution inside an async function until the promise resolves. Demak, await kal so'zini ko'rganimizda, u async funksiya ichida ishlatilar ekan va bu await kalit so'zi berilgan promise o'z ishini tugatgungacha kutib turadi. Yo u resolve bo'ladi, ya'ni success bo'ladi, yoki-da exceptionni throw qiladi, ya'ni xato yuzaga kelar ekan. Misol uchun mana bitta kodimizda bor get data. Get data nima qiladi? Promise ustiga qurilgan. Fetch qilib API dan ma'lumotlarni oladi, keyin bu ma'lumotni JSON ga o'girib, mana birinchi zen, keyin ikkinchi zen bu JSON ni demak result qilib natijasini ekranga chiqarar ekan, xato yuz bergan holatda kech qilib uni ushlab olar ekan. Mana ko'rishinglar mumkin. Endi xuddi shu kodimizni async await orqali ham yozishimiz mumkin. E'tibor beringlar, endi bizga zen kerak emas. Biza birinchi bo'lib funksiyani async ko'rinishga o'tkazib olamiz. Endi await qilib promise ko'rsatamiz. Endi bu promise'imiz o'z ishini tugatganda, ya'ni success yoki da fail bo'lgandagina keyingi liniya kodga o'tar ekan. Endi agar fail bo'lsa kechga o'tib ketadi, fail bo'lmasa keyingi liniyaga o'tadi va endi result nima qilar ekan? Bu olgan response-ni JSON ga o'girib berar ekan. Bu ham promise bo'lgani uchun buni kutib turadi va keyin natijani chiqarar ekan. Demak, bu ikkita kodimizda bir xil, lekin e'tibor qilinglar, ikkinchi kodni o'qish, yozish nisbatan osonroq hisoblanadi. Buni bu misolda yana yaxshiroq tushunib olsanglar bo'ladi. Mana simple sequential operations, ya'ni oddiy ketma-ket operatsiyalar holatida async await qanaqa yordam berar ekan? Promise bilan xuddi shuni yozganimizda qanaqa bo'lardi? Bu nested ichmich va harder to read, ya'ni o'qishga qiyin bo'lardi. Misol uchun bizda mana process user degan funksiya bor. Bu nima qiladi? Userni oladi. Userni ID-sini olib, get orders ga yana demak so'rov jo'natadi. Bu ham promise. Endi buni ham zen qilib, yana ichiga kirib, get order total, ya'ni total orderlarni oladi. Ya'ni hamma orderlarni oladi, keyin buni ekranga chiqarar ekan. E'tibor beringlar, bitta, ikkita,
3 ta promisni ichma-ich qilib yozish kerak. Bu nested, ya'ni ichma-ich hisoblanadi. Undan tashqari oxirida mana catch qilib, uni demak xatosini ham handle qilishga to'g'ri keladi. Odatda buni o'qish qiyin va bu tepadan pastga qarab ishga tushmagani uchun odatda bizga inson sifatida ozgina qiynalamiz o'qishga. Endi async awaitda qanaqa bo'ladi? Flat, ya'ni bitta levelda, undan tashqari step by step, ketma-ket bo'ladi. Lekin vazifasi bir xil. Ya'ni bu joyda mana await get user qilganimizda xuddi shunaqa then vazifasini bajaradi, faqatgina bizga buni chiroyliroq, ketma-ketliroq qilib ko'rsatib beradi. Mana process user endi qanaqa? Userni await qilib, get user qilib bu promiseni kutib turamiz. User kelgandan keyin ID'sini olib get orders chaqiramiz. Undan keyin get ordersdan orderslarni olib total orderlarni mana olar ekanmiz va konsolga total qilamiz. Endi xato yuzaga keladigan bo'lsa, biz buni try catch ichiga o'raganimiz uchun mana catch holatida xatoni bemalol handle qilishimiz mumkin, ya'ni xatoni qayta ishlashimiz mumkin ekan. Bu yerda yozib o'tilgan much cleaner, ancha tozaroq, reads like synchronous code, ya'ni synchronous code ga o'xshab o'qiladi. Mana e'tibor bering, tepadan pastga qarab liniyama-liniya ishga tushgandek ko'rinadi, lekin bu o'zini tegida xuddi zenga o'xshab vazifani bajarar ekan. But still async, lekin hali ham bu async hisoblanadi. Faqatgina bizga sync bo'lib o'qilar ekan. Demak, o'ylayman bu ham tushunarli bo'ldi, ya'ni async await. Va endi oxirgi ko'radigan savolimiz, bu eng ko'p tushadigan savollardan bittasi, bu event loop. Junior, middle, senior farqi yo'q. Deyarli har bitta pozitsiyaga tushadigan savollardan bittasi bu event loop hisoblanadi. Buni yaxshilab tushunib olishinglarni tavsiya qilaman. O'z event loop ko'rinishi quyidagicha, mana e'tibor beringlar, bizda nimalar bo'ladi? JavaScript engine bo'ladi, uning ichida heap call stack, bu yerda event loop asosiy vazifani bajaradi, queue bo'ladi, web API bo'ladi. Mana shu ketma-ketlikda, demak, JavaScript bizga berilgan kodni ishga tushirib berar ekan. Va aynan event loop shu kodni ishga tushirishda bizga yordam beradi. Qanday yordam beradi? Buni hozir bilib olamiz. Demak, javobiga keladigan bo'lsak, bu savol event loop haqida bo'lsa, event loop tushuntirib beradigan bo'lsak, the event loop is the mechanism that allows JavaScript, which is single-threaded, to handle asynchronous operations without blocking the main thread. Demak, event loop bu mexanizm bo'lib, JavaScriptga, which is single-threaded, ya'ni JavaScript o'zi single-thread hisoblanadi, ya'ni bitta kodni tepadan pastga qarab ishga tushirib boradi, bitta potokda. Demak, event loop xuddi shu mexanizm hisoblanadi. Demak, bu JavaScriptga asynchronous operations, ya'ni ortda bajariladigan amallarni asosiy potokni blok qilmasdan ishga tushirishga yordam berar ekan. Mana JavaScript ko'radigan bo'lsangiz, kod tepadan pastga ishga tushib keladi, lekin xuddi shu paytda siz fetch request jo'nata olasiz, yoki timer ishga tushira olasiz, yoki set timeout qila olasiz, ya'ni boshqa orqadagi operatsiyalarni ham bemalol ishga tushira olasiz va bu event loop yordamida amalga oshirilar ekan. Qanaqa ishlaydi? It continuously checks, ya'ni u har doim tekshirib turadi. If the call stack is empty, call stack bo'shmi? Agar call stack bo'sh bo'ladigan bo'lsa, nima qiladi? Then moves tasks from the queues into the call stack for execution. Keyin bu queuelarning ichidagi har xil vazifalarni, ya'ni tasklarni call stackga o'tkazib, uni ishga tushirib berar ekan. E'tibor beringlar, bu yerda queues deyilgan. Nega? Chunki bizda o'zi ikkita queue, ikkita navbat bo'ladi, mikro va makro. Uni demak ko'rib chiqamiz. How the mechanism works? Mexanizm qanday ishlaydi? Demak, call stack, bizga ko'radigan call stack executes synchronous code line by line, ya'ni synchronous kodni liniyama-liniya bizga ishga tushirib berar ekan. Misol uchun mana bu yerda bitta kod ko'radigan bo'lsak, shu kodni birinchi ishga tushirib beradi, keyin kodga o'tar ekan. Web APIs, Node APIs, ya'ni web bu browserda, Node bo'lsa backendda, handle async tasks, ya'ni async ortda bajariladigan, demak, vazifalarni bizga ishlatib berar ekan, ularni ishga tushirib berar ekan. Misol uchun timer, fetch, ya'ni so'rov jo'natish, eventlar. Queues, boya aytganimdek, bizda ikkita queue bor. Birinchisi microtask queue, ingliz tilida microtask queue hisoblanadi. Bu o'z ichiga promise, queue microtask, mutation observerlarni o'z ichiga oladi, runs before macrotasks. Ya'ni boya aytganimdek, bizda ikkita queue bor. Har doim birinchi bu queuening ichidagi vazifalar amalga oshirilar ekan, keyin mana ikkinchi queueni ko'ramiz, bu macrotask queue hisoblanadi. Bu o'z ichiga set timeout, set interval, set immediate, IO callbacklarni ichiga olar ekan. Demak, queuelarni ikkiga bo'lamiz, mikro, makro. Mikro o'z ichiga promise, queue, mutation observerni olsa, makro o'z ichiga set timeout, set interval, set immediate, IO callbacklarni olar ekan. Ya'ni o'zida saqlar ekan. Bu navbatlar. Event loop nima vazifani bajaradi desa, orchestrates execution by pulling tasks into the call stack in order. Demak, bu queuelarning ichidagi har xil vazifalarni call stackga qo'yish orqali bularni ishga tushirib berar ekan va bularni boshqarar ekan. Orchestrates degani boshqarib turadi. Endi buni albatta qanchalik yaxshi tushunib olganimizni code snippet challenge berish orqali ko'pincha sinashadi. Biz endi xuddi shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib mana quyidagi code snippet ko'chirib olamiz va bu yerga o'tib birgalikda buni endi ketma-ket qanaqa ishga tushishini bilib olamiz. Bizga code snippet berilgan, e'tibor beringlar. Mana kodimiz. Demak, bu yerda console start,
set timeout, konsollog timeout va 0, ya'ni 0 millisekunddan keyin promise darhol resolve bo'ladi, ya'ni darhol qaytaradigan promisemiz va konsollog end. Endi bu qanaqa ishlaydi? Birinchi ishlashdan oldin boyagi mexanizmni chizib olamiz. Bizda nima bor edi? Soddaroq qilib chizamiz. Bu yerda demak bizda call stack bor. Undan tashqari nima bor? Event loop bor. Bu yerda event loop deb yozib qo'yamiz hozir. Undan tashqari nimalarga qo'yib qo'yamiz? Quyidagicha. Undan tashqari bizda web API bor. Async tasklarni ishga tushirib beradigan, misol uchun timer, fetch va hokazo. Va undan tashqari bizda queue bor. Demak, ikkita queue'ni ham yozib qo'yamiz. Birinchisi demak bu mikro, ingliz tilida micro va macro, ingliz tilida, o'zbek tilida macro deb ham aytsa bo'ladi. Mana ikkita queue'miz bor. Bular queue'lar. Queue deb qo'yamiz. Tushunarli bo'lishi uchun mana queue. Undan tashqari heap bor, yana boshqa komponentlar bor. Hozir osonroq, ya'ni soddaroq tushuntirish uchun faqatgina shularni mana ko'rib chiqamiz. Demak, e'tibor beringlar. Bu qanaqa qilib ishga tushirar ekan berilgan kodda. Kodimiz berilgan, JavaScript qanaqa ishga tushiradi, tepadan pastga qarab ishga tushirib keladi. Birinchi bo'lib mana boshlaymiz. Console log start. Console log start bo'lganda, bu yerga console log deb yozib qo'yib, ekranga nima chiqishini bilib olamiz. Ya'ni console deb qo'yamiz. Xo'p. Birinchi holati console log start. Bu qanaqa kod? Bu sync kod. Ya'ni buni ishga tushirsa bo'ldi. Demak, console log start oladi. E'tibor beringlar. Hozir olamiz. Buni oladi, call stack ichiga qo'yadi va start ekranga chiqaradi. Bo'ldi, ish tugadi. Boshqa qiladigan ishi yo'q. Shu bilan birinchi bo'lib start yozuv ekranga chiqarkan, endi keyingi liniyaga tushamiz. Keyingi liniyaga tushganda set timeout. Set timeout bizda mikromi, makromi? Biz bilardi set timeout makroga kiradi. Ya'ni bu macro queue'ni ichiga qo'yish kerak. Birinchi bo'lib buni nima qiladi? Buni yana xuddi shunaqa call stackga qo'yadi. Nega? Chunki bu funksiya bo'lgani uchun. Endi bu funksiya call stackga tushgandan keyin bizani JavaScript biladi bu qanaqa? Bu async task, ya'ni ortda bajarilishi kerak. Nechidir millisekunddan keyin buni ichidagi callback ishga tushirilishi kerak. Bu degani bu web API ga boradi. Endi web API 0 millisekunddan keyin ishga tushirgani uchun buni darhol nima qiladi? Macro queue ga qo'shib qo'yadi callback'ini. Ya'ni quyidagi console log timeout'ini. Mana funksiyani ko'chirib olamiz. Hozir buni oddiyroq qilib quyidagicha mana qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, ketdi. Demak, bu qo'yildi. Endi nima bo'ladi? Hali call stack'ga bu qo'yilmaydi. Bu kodimiz endi keyingi liniyaga o'tadi. JavaScript keyingi liniyaga ishga tushadi. Bu promise. Endi promise ham nima task? Bu async task. Buni ham xuddi shunaqa olib call stack'ga qo'yib turadi va call stack'dan bu darhol web API ga o'tadi. Endi web API bu darhol resolve bo'lgani uchun, ya'ni darhol natijasini qaytargani uchun buni micro queue ga darhol qo'shib qo'yadi console log promise qilib. Ketdi. Buni demak qo'shib qo'yamiz, bo'ldi. O'chirdik. Endi keyingi liniya bu nima? Console log end. Ya'ni oxirgisi bu endi sync operation bo'lgani uchun buni call stack'ga qo'yadi. Call stack bu funksiyani chaqiradi. Bu funksiya bizga endni chiqarib beradi konsolda. Bo'ldi, ish tugadi. Endi e'tibor beringlar, bizda boshqa kod yo'q bundan keyin. Endi nima bo'ladi? Endi call stack bo'sh. Bizani event loop'imizda tekshirib turadi. Mikro bilan makroni. Xo'p, mikroni ichida bor, nima bor? Console log bor. Bo'ldi, call stack'ga o'tqiz. Call stack nima qiladi? Bu endi sync operation bo'lgani uchun promise chiqarib beradi. Mana promise. Ketdi. Bu ham o'z ishini tugatdi. Endi event loop yana tekshiradi micro queue'ni call stack bo'sh bo'lgani uchun. Bormi? Yo'q. Xo'p, endi makroni tekshir. Unda bormi? Bor. Nima bor? Console log o'tqiz call stack'ga. Bo'ldi, buning natijasi timeout. Bu yerda timeout chiqadi. Shu bilan o'z ishini tugatar ekan. Demak, ketma-ketligi qanaqa? Start, end, promise va timeout. Va albatta buni endi ko'chirib olib, natijani ko'radigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin start, end, promise, time. Endi bu yerda ham shu tushuntirib o'tilgan, mana answerda start, end, promise, timeout. Nega? Birinchi synchronous code, start bilan end, keyin micro task, bu promise, keyin macro task, bu timeout. Men o'ylayman tushunarli bo'ldi. Endi keyingisini ko'ramiz. Buni ko'chirib olib, bu yerga o'tib, buni yana chizib olamiz, buni o'chirib turamiz. Endi e'tibor beringlar, boyaga juda o'xshash holat. Birinchi bo'lib promise xuddi shunaqa call stack'ga keladi, web API ga chiqarib yuboradi. Bu demak darhol resolve bo'lgani uchun. Endi promise nima bizda? Bu micro queue. O'shaning uchun buni darhol nima qiladi? Qo'shib qo'yadi. Mana console log 1 bo'ldi, ketdi. Keyingi liniyaga o'tadi. Hali call stack'ga olib o'tmaydi buni, chunki bu kodimiz hali tugamadi. Endi keyingisida ham xuddi shunaqa birinchi call stack'ga promise keladi. Bu web API ga o'tadi, async bo'lgani uchun. Bu yana bitta micro queue ga console log endi 2 ni qo'shib qo'yadi. Mana qo'shdi. Bo'ldi, ketdi. Endi keyingi holatda console log 3. Endi buni pastga tushiradigan bo'lsak, bu sync bo'lgani uchun 3 darhol chiqaradi, call stack'ga qo'yib bo'ldi. Shu bilan ishimiz tugadi. Endi event loop tekshiradi. Call stack empty mi? Empty. Micro queue bo'shmi? Bo'sh emas. Demak, undan olib nima qilish kerak? Call stack'ga o'tqizish kerak. Lekin bizda ikkita item bor, ya'ni ikkita task bor. Qaysi birini oladi?
Bu navbat bo'lgani uchun oddiy hayotdagi navbatga o'xshab birinchi kirgan birinchi chiqib ketadi. Birinchi bizda qaysi biri kirdi? Console log 1 kirdi. Shuning uchun console log 1 ni call stackga o'tkazadi. Bu yerda 1 bo'ladi. Ishini tugatdi. Call stack empty, event loop tekshiradi. Console log 2 bor. Endi buni bu yerga o'tkazib, xuddi shunaqa call stackdan 2 ni chiqarib, endi ketma-ketligi qanaqa bo'lar ekan? 3 1 2 bo'lar ekan. Buni ko'chirib olib, natijani ko'radigan bo'lsak, xuddi shunaqa 3 1 2. Mana ko'rishingiz mumkin. Demak, bu navbat bo'lgani uchun birinchi kirgan birinchi chiqib ketar ekan. Bu yerda ham xuddi shunaqa 3 1 2 chunki sync first birinchi console logga chiqarib yuboramiz, keyin then microtasks in order of creation, ya'ni yaratilinish ketma-ketligiga qarab mikrotasklar ekranga chiqarilar ekan, ya'ni handle bo'lar ekan. Keyingisi promise bilan buni ko'ramiz. Bu ham sodda hisoblanadi. Misol, demak bizda promise bor, ya'ni kodimiz bu yerga kelganda bu promise ni ishga tushiradi. Demak, promise call stack ga tushadi. Call stack web API ga o'tkazib yuboradi. Web API demak microqueue ga o'tkazadi. Endi microqueue buni darhol call stack ga oladi, chunki bizda boshqa kodi yo'q buni tagida. Mana ko'rishingiz mumkin. Demak, console log keladi. Birinchi bo'lib console log chiqdi mana. Keyingisi yana promise xuddi shunaqa ketma-ketligiga o'tadi. Call stack ga keladi, bu web API ga o'tadi. Web API microqueue ga tushadi. Call stack bo'sh bo'lgani uchun event loop console log b ni call stack ga o'tkazib b ni chiqaradi. Ya'ni AB. Xuddi shuni ko'rishimiz uchun buni ko'chirib olib, bu yerga o'tib ishga tushiradigan bo'lsak, mana AB ekranga chiqdi. Bu yerda yana tushuntirilgan nega bunaqaligi? Chunki inner promise is queued as a new macrotask. Demak, ichki promisimiz mikrotask sifatida navbatga qo'shilgan, runs after finished, ya'ni tashqi promisimiz tugagandan keyingina u ishga tushar ekan. Ketdi. Keyingisi find output, endi bu async await qo'shilgani, ozgina chalkash bo'lishi mumkin, lekin buni ham birgalikda ko'rib olamiz. Demak, bizda funksiya bor. E'tibor beringlar, bu e'lon qilingani. Bu degani buni ishga tushirmaydi. JavaScript biladi, bizda demo degan funksiya borligini bo'ldi. Endi bu yerda demoni ishga tushiradi. Demoni ishga tushirganda birinchisi console log 1 ekranga chiqadi. Nega? Chunki bu call stackga keladi. Bu sync bo'lgani uchun birini ekranga chiqardi. Endi await null ga keldi. Endi await bu promise qaytaradi. Shuning uchun buni nima qiladi? Buni call stackga qo'yadi. Call stack web API ga o'tkazadi. Bu promise bo'lgani uchun bu yerda mana bizda await null turib qolar ekan. Quyidagicha. Ya'ni bu joyda demak to'xtab turadi. Endi nima bo'ladi? Bu o'zini davom ettirishni boshlaydi. Set timeout ga o'tadi. Chunki bo'ldi, demo hozircha to'xtab turibdi. Biz endi bu kodni birinchi tugatib olishimiz kerak. Endi set timeout ga keldi. Set timeout dan xuddi shunaqa call stack ga keladi, web API ga o'tkazib yuboradi. Endi set timeout bizda makro bo'lgani uchun bu yerda console log 3 bo'lib qolar ekan. Bu yerda bizda console log demak 3 ni mana yozib qo'yishimiz mumkin. Buni callback funksiyasini bo'ldi. Keyingisi console log 4 bo'lar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Demak, bu yerda 4 ni chiqaramiz. E'tibor qilinglar. Endi bo'ldi. Endi keyingisida nima bo'ladi? Birinchi bo'lib microqueue await null o'z ishini tugatadi. Ya'ni call stack ga o'tish orqali bu undan keyingi kodni ishga tushiradi. Bu nima? Console log 2. Demak, bundan keyin 2 bo'ladi. Mana 2 chiqdi. Chunki bu call stack ga tushib darhol ishga tushadi. Va oxirida bizda console log 3 qolib ketdi set timeout dan. Endi buni ham demak event loop ishga tushirib yuborgani uchun 1 4 2 3 natijasi ekranga chiqargan. Buni ko'chirib olib, bu yerga o'tib ishga tushiradigan bo'lsak, 1 4 2 3 natijasi mana ekranga chiqdi. Bu yerda ham 1 4 2 3 ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yana tushuntirilgan. Demak, birinchi bo'lib await mikrotaskga qo'shib qo'yadi. Bu yerda chaqirganimizda timeout bo'lsa, bizda macrotask, ya'ni bu oxirida amalga oshirilar ekan. Demak, men o'ylayman, bu joyi ham tushunarli bo'ldi. Endi oxirgisi hammasi qo'shilgan holat. Bu holatda qanaqa bo'ladi? Mana bizda console log bor. Endi menimcha tezroq ko'rib o'tsak bo'ladi, chunki ancha tushunib qoldik. Console log darhol ekranga chiqadi. Mana ketdi. Keyingisi set timeout. Bu nima qiladi? Xuddi shunday call stack web API va set timeout bizda makro bo'lgani uchun bu yerda console log hozircha b turadi. B ni qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Keyingisi promise resolve. Endi e'tibor beringlar, bu web API dan macro queue ga darhol o'tadi. Nega? Chunki bu 0, ya'ni 0 millisekunddan keyin. Agar bu misol uchun 5 sekund, 10 sekund, 100 sekund bo'lganda web API shu vaqt o'tishini kutib, keyin bu queue, ya'ni navbatga qo'shardi. Keyingisi promise. Demak, bizda mana promise qo'shiladi. Xuddi shunaqa bu yerga kelib. Endi promise ichida bizda nima bor? Bu kodimiz ishga tushishi kerak ekan. E'tibor qilasizlar, bu kodimiz promise orqali ishga tushishi kerak. Endi buni ko'chirib olib, hozircha bu yerga yozib turamiz. Mana promise deb turamiz. Endi bu promiseimiz queue ga navbatda turgandan keyin kodimiz yana davom etadi. Yana console log ni chiqaramiz. Bo'ldi. Endi tugadi. Call stack empty. Keyingisi bu ikkitasini tekshiramiz. Micro queue bizda bo'sh emas. Promise ishga tushiradi. Promise ishga tushirgan holatda nima ekranga chiqar ekan? Console log c. Mana ishga tushdi va console log c ni chiqaramiz. Ketdi. Va endi bu promise call stack ga o'tib console log chiqargandan keyin kodimiz demak mana console log chiqardi. Keyingisi yana bitta set timeout bu yaratib qo'yish kerak ekan. Bu console log d uchun. Endi u ham xuddi shunday call stack ga keladi, web API ga keladi va buni tagidan e'tibor beringlar, console log d qo'shilar ekan.
Endi bizada yana call stack empty event loop tekshirib turibdi. Endi nima bo'ladi? Micro queue bo'sh, macro queue ga qaraydi. Endi birinchi kirgan birinchi chiqib ketadi. Birinchi bizada b kiruvdi set timeout. Endi b ni chiqaradi. Bu yerda mana b ni chiqarishimiz mumkin. Keyingisida endi d ni chiqaradi va shu bilan mana b ham chiqib ketdi, d ham chiqib ketdi. Va natija a e c b d bo'ladi. Mana a e c b d buni ekranga chiqaradigan bo'lsak, a e c b d mana ekranga chiqdi. Bu yana tushuntirilgan. Nega? Birinchi sync a bilan e bu tushunarli. Keyingisi microtask c, ya'ni bu promisimiz microtask hisoblanadi, uni c chiqdi. Keyingisi esa endi bizda ikkita set timeout bo'lib qoldi. Endi bu yaratilinish ketma-ketligida birinchi bo'lib b, first timeout, keyingi second timeout d. Ko'pincha xuddi shu savol orqali kandidatlarni sinashadi va o'zimni tajribamdan ayta olaman, ko'p kandidatlar aynan shu qismida xato qilib yiqilishadi. Shuning uchun bu joyini juda yaxshi tushunib olishingizni sizlarga tavsiya qilaman. Va endi videomizni shu joyda tugatamiz va shu bilan demak JavaScriptga berilgan 10 bitda barcha savollarni birma-bir ko'rib chiqdik. Kandidatimiz qanaqa javob bera olganini ham bilib oldik. Endi esa keyingi videolarda React.js bo'yicha savollar qismini boshlab olamiz.